Mana bugun mo'min musulmonlarni eng ulug' diniy ikkita bayramlardan biri Eidul Fitr kuni. Bu shodiyona butun dunyo mo'min musulmonlari qatori siz-u bizlarga ham Alloh muborak aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa shukrlar bo'lsinki, Ramazon hayitiga yana bir bor yetkazdi. Barcha yurtdoshlarimizni ushbu qutlug' ayyom bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Bugun butun yurtimizda hayit namozi o'qiladi. El farovonligi, yurtimizning tinchligi uchun xayrli duolar qilinadi. Keling jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, o'qigan tarovih va xatmi Qur'onlarimiz, xayr va ihsonlarimiz, bergan zakotlarimiz va boshqa xayrli amallarimiz tufayli ko'pchiligimiz onadan yangi tug'ilgandek gunohlardan forig' bo'lib, Alloh subhanahu va taoloni siz va bizlarga bugun ato qilgan bayram kunlarida ham Alloh diydor ko'rishtirib turibdi. Buning uchun Alloh taologa qancha shukr qilsak, qancha o'ziga hamd aytsak, shuncha oz bo'ladi aslida. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Tinch mamlakatda tavallud topib, mana shu yurtni tinchligi, xotirjamligi uchun har birimiz duo qilyapmiz. Alloh duolarimizni ijobat aylagin. Saxovat, birdamlik va bag'rikenglik g'oyasi asosida o'tgan bu yilgi Ramazon samarali va barakali yakunlandi deb ayta olamiz. Masjidlardagi xatmi Qur'onlar, tarovih va xayru duolar yurtimizga yanada fayz va barakalar yog'dirdi. Buni bugun masjidlarimizda amalga oshirilgan Ramazon hayiti va yurtdoshlarimizning ko'zlaridagi quvonch va shodlikdan yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bugun Ramazon hayitini Toshkent shahrida 124 ta jome masjidda ko'tarinki kayfiyatda keng nishonlayapmiz. Alloh taolo o'zi o'qilgan hayit namozlarimizni Ramazon oyida bir oy mobaynida qilgan hamma xayrli ishlarimiz albatta jannati bilan mukofotlasin. Har yilgi Ramazondan ko'ra bu Ramazonni o'zgacha shukuh, fayzli o'tishi alohida e'tiborga molik. Chunki bu oyni qadrini Alloh taoloning o'zi ko'tardi. Hurmatli prezidentimizni mana shu oyni munosib kutib olish haqida qabul qilgan qarorlari va hayit namozlarini ham ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish borasida qilingan qarorlar ham ishonch bilan aytamizki, albatta bu nafaqat biz mo'min musulmonlarga, balki dinimizga ham qaratilgan eng katta e'tibor deb qarashimiz ham to'g'ri bo'ladi. Endi biz Ramazonda shunday poklandik, onadan yangi tug'ildik, halim bo'ldik, kechirimli bo'ldik, insonlarga yaxshilik ulashishga shoshildik. Bu ishlarimiz, bu amallarimiz faqat Ramazonning o'zida emas, hayotimiz mobaynida bizlarni tark etmasin deb qolamiz. Zero mo'min musulmon odam o'zgalarga yaxshilik ulashishga doimo intilib yashashligi ham mo'minligini bir belgisi, alomati hisoblanadi. Shunday ekan, Alloh taolo barchalarimizga yaxshilik ustida yashashlikni muvaffaq qilsin. Bu kunda qilinadigan eng asosiy ishlarimizdan biri keksalarimizga ehtirom ko'rsatish, bemorlarni ziyorat qilish, yosh bolalarga hayitlik ulashish, toki bu hayit kunlarini barchalari eslab, kelasi hayit kunlarini, Ramazon kunlarini intiqlik bilan kutsinlar. Mana xabarimiz borki, butun yurtimiz bo'ylab 1700 dan oshiq jome masjidlarimizda xatmi Qur'on bo'ldi. Albatta guvoh bo'lsak, qaysi masjidga boradigan bo'lsak, o'sha masjidda har kuni tartib bilan muftiy hazratlar tomonidan belgilab berilgan poralarni chiroyli qilib boshidan oxirigacha o'qib berilar edi. Bir inson agar O'zbekiston bu chekkasidan boshqa chekkasiga boradigan bo'lsa ham o'sha joydan, o'sha kelgan poradan, ya'ni xatni davom etib ketadi. Bu albatta insonlarga bir qulaylik
Ramazon shukuhi shunaqa bir chiroyli qilib tartiblab qo'yilgan. Alloh taolo bizni sizlardan qabul qilsin, gunohlarimizni mag'firat, duolarimizni ijobat qilsin. Keyingi Ramazonlarga Alloh eson-omonlikda, yaxshilikda yetkazsin. Shu Ramazon hayiti bilan hammani tabriklaymiz. Farzand nabiralarimizni Xudo xolasa hozir uyga yetib borgandan keyin hammani duo qilamiz. Kelinlarni yaxshi ham shular bor ekan, mana kelinlarimiz shunchalik bizani ertalab saharda, kech paytga og'iz ochishlari, hammasiga yordam qilib turganim uchun ularga bolalarini baxtini ko'rsin, doim o'yin kulib xursandchilik qilsin. Xudo xolasa mana uyga borib nevaralarni tabriklab, hayitlar bilan xatlarni berib, Xudo xolasa ikkita yuzdan o'pib qo'yamiz. Hamma yurtdoshlarimizga Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Tabriklayman men. Xudo xolasa ro'zalarni yaxshi kutib oldi, yaxshi o'tkazib oldi. Alloh nasib qilsa, keyingi yil, keyingi oilaga yaxshi yetib yuraylik. O'zi Ramazon hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Affan and I'm from India. Men Hindistondanman. Menga O'zbekistondagi hayit bayramini nishonlanishi juda ham yoqadi. Shuning uchun men bu yerga keldim. Men O'zbekistonning madaniyatini va insonlarni juda ham yaxshi ko'raman. Menga bu yer yoqadi. People here are very good and I like the vibe here very much. Hayit Mubarak to all Uzbekistan citizens. Ramazon Allohning rahmati, musulmonlarga in'om etgan go'zal ne'matidir. Alloh taolo o'z kalomi sharifida qasamki, agar bergan ne'matlarimga shukr qilsangiz, ularni albatta yanada ziyoda qilurman deya marhamat qilgan. Biz so'zimiz yakunida Allohga hamd va sanolar aytgan holda, uzoq yillar qalbimiz xotirjam holda muborak Ramazon oylariga va undagi fazilatlarga yetkazishini so'rab duolar qilib qolamiz. Yana bir bor Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.